Assalomu alaykum. Bu bizning Addushi survivalning ikkinchi qismi. Bu video endi bugun biz mana shu joylarni oynaga to'ldirishga harakat qilamiz. Video boshlanishidan oldin like bosib obuna bo'ling. Unda biz qomab kelishga qayergadir borib kelamiz. Mana shu yerga boramizmi? Unda olg'a. Mana men mana shu yerdagi qumlarni olishga keldim. Endi bu yerdan 2 stakka yaqin qum olib ketishim kerak. Unda olg'a. Mana menda 2 stak qum bor. Endi buni pishirib, unuga aylantirish kerak. Undan oldin biz uyga borishimiz kerak. Siz buni tez o'tkazib olib ko'rishingiz mumkin. Xo'sh. Qum pishib oynaga aylanguncha biz tepani yopib turamiz. Mana bunday toshli zinalar orqali. Olg'a. Tepani qilishguncha bu zinalar yetmas ekan. Hozir ham ketib tushyapti. Uxlab turin, keyin mana yoqdan tosh olib kelib zina yasab tepani qilamiz. Undan oldin uxlash kerak. Endi u yerini olamiz. Xo'sh, men shuncha joyni olib tashladim va endi kirkam sindi. Bir sakdan ozgina kam 2 stak bo'ldi. Mana endi buni zinalarga aylantirib tepani qilishga olg'a. Xo'sh, men bu videoda uncha ko'p narsa qila olmadim, lekin bu video tugatishga majburman. Keyingi qismda hali ko'p narsalar qilamiz. Video tugadi. Like bosib obuna bo'ling.